qomatlari kelishgan 17-18 yoshdagi bir navqiron yosh yigitni qonini ichsangiz sog'ayasiz. Podshoh bo'lsam, butun bir mamlakatni egasi bo'lsam, topish oson buni. Topinglar. Tavba aytdi. Men o'zim ko'rsataman. Kerakli bo'lgan yigitni. Vazir bilan birga mamlakatda aylanib yigit qarashdi. Bir dehqonni yagona o'g'lini mana shu bola bo'ladi. Bolani olib kelishdi. Chiroyli kelishgan yigit. Ota-onasini ham chaqirib olib kelishdi. Podshoh aytdi, ota-ona